Mesela şagird bo'lg'isi bor do'stlar, ayirib qanaqa gap qilinglarjimi? Endi chima tavsiya qilishni boshlaydilar. Sarma 120 gram, shika 180 gram. Xomdim bir tal, hasal bilan soda, hasal 50 gram, soda 5 gram. Buni yaxshi aralashtirib keptirib olaylik-jimi? Mana bu appoq kepib olgandan keyin endi sutni to'kib olamiz. Sut 70 gram. Buni yaxshi aralashtiramiz. Endi bu yaxshi aralashib bo'lgandan keyin buning unni to'kib olaylik. Odatlik un 350 gram, soda 5 gram. Endi buni yaxshi aylantirib, qimir yug'urasaqli bo'ldi va endi shagird bo'lg'isi bor do'stlar, ayirib qanaqa gap qilinglarjimi? Mana qaranglar, qimirni yug'urib oldim. Qarasanglar bir xil yumshoq qimir bo'ldi va endi buni 40 gram atrofida uzib olamiz. Mana 40 gram atrofida uzib, işte jimla qilib olgandan keyin jimog'i milayman. Endi buni oq kunjutga milaplab, qalpanga tizib pishirib olsaqli bo'ldi va Duxovkamizdan gradusni 180 qilib 25 minut atrofida pishirib olsak bo'ldi va mana besh yaxshi-ya. Tafsili gram salmish rasmda saqlab olsanglar bo'ldi.